Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu kadarlık Facebook'taki dünyanın her kaysı çaylardaki kayrindaşlarım. Ben Abdülaziz Beştoğrak'tan İstanbul'dan sizlerge Allah'ın cennet salamı olgan Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Digen salam bilen birlikte tedbir isin derslerden bir liderde buluşku tegişlik 21 sübət degen bir makalı var. Erken Sıdık akimizdinki. Tedbir neşriyat tarafından neşr kılıngan kişilik terakkiyat hakkındaki yazmalar ikinci kısım Erkin Sıdık yazmaları gayini riyallıkka aylandırışının sırlı kanuniyeti degen onu kolamda tutulan bu kitap kadarlı kardeşler. Bu kitap 2015 yılı İstanbul'da neşr kılıngan tedbir neşriyat tarafından tedbir yayınları tarif edelim kadarlı kardeşler. Aldığınki saatte biz bu timini yeni başlayan yani bir liderde buluşku tekiştik 21 sübət dep bununki birinci, ikinci sübütünü ügengen bugün üçüncü sübütüdün tatip birlikte bir 4-5 sübətini birlikte ügünüşte pilalavatımız canım dostlarım. Diqqətinizə dersimizde bir liderde çoxum buluşku tegiştik 21 sübətdə bolsun canım dostlarım. Ben aldığım saat sizlerle birlikte ügünüp birinci sübət nimetdi yani kişilik karakter çoğun taştan bir parçası buluş. Yani əxlaqni öyrəndik. İkincisi sehri güç, tuncu qıtın bəgən təsir, həl qılğuc rol oynaydı. Yani karizmatik. Üçüncü timimiz, üçüncü sübət sadıqlıq. Yani o iş qılğucularını xiyalçılardan fərqləndirib turdu. Commitment. Bu sübət İngilizce commitment dep atıldığan bulup, onun mənisi başlayan işığa üzünü tuluq ataş, başlayan işığa baştan ahır tuluq kirişiş, közlügen nişanını boylap baştan ahır sadıqlı bilen qattıq tirişiş. Degen yakın kilodu. Uygurca İngilizce yolgun loğutada bu sözge en yakın kildiğen söz sadıqlıq bolğaçqa men bu yerde şu sözünü işlettim. Essex şirketinin prezidenti ve lideri Stephen Grigg mundaq deydi. Kişiler üzünü bir işqa tuluq atımıgan liderlerge əgəşmeydi. Sadıqlıq tüvəndiki bir qatar işladı ifadılmadı. Her günü qanç saat işleydiğanlığınız, tirişçanlıqlarını yani özünüzün iqtidarını yaxşılaş üçün qandaq tirişçanlıqlarını körüsüdüğanlığınız ve öz mənfəətinizni qurban qilish bedeliga öz xizmətdaşlarınızga nimi işlarını qilib birdiğanlığınız. Yani öz mənfəətinizni qurban qilish hesabıga deyil. Dünyada hazırgacha özünü başlayan işiga tuluq atımıgan birermi uluq dahi körülüp bakkan emas. Amerika Hava Armiyasının başlığı bu vaqtda mundaq deydi. Sadıqlıq bizge yeni güç kudret ata kılıdı. Kesel, namratlıq yoki balay afatlarının qaysisi beşimizga kelishinin qat'iy nazar bizde sadıqlıqla boludiken biz közümüzni öz nişanımızdan birdemmo ayırmaymiz. Sadıqlıq degan nima? Her bir adam üçün onun oxşumagan mənisi var. Bir çelişki üçün yıqıtıb etilgen qetim sanıdan orundan turalgan qetim sanı bir san köprek buluş gerek. Bir marafonga uzungu yugurguç üçün hiç qandaq küçü qalmagandı mı yana 10 kilometr aralıqqa yugurish. Bir asker üçün o tarafta üzünü qandaq ahval saqlab turayotganligini bilmey turibmi bir do'ngning qarshi tarafiga o'tish. Bir lider üçün yuqorqilarning hammasi emas, onundan ko'proq ishlar. Chunki u yetaklayotgan odamlarning hammasi onunga tayinadi.
Eğer siz bir üdümlük lider bolmakçı bolsanız, siz çuqum qılıbatqan işinizga sadiq boluşunuz gerek. Haqiqiy sadiqlik başqalarını ilhamlandırdı ve başqalarını özüge celb qılıdı. Siz faqat özünüz şug'ullanayotgan ishga ishongandila başqalarmı sizge ishonadi. Qoyil qilish qonuniyatining deyishicha, kishilar oldi bilan liderga qoyil bo'lib, ondan o lider shug'ullanayotgan ishga, visionga qoyil bo'ladi. Sodiqlikning haqiqiy mohiyati nima? Tuvandagi 3 narsaga qarab baqing. Birinchi, sodiqlik sizning yuragingizdan boshlanadi. Ba'zi kishilar bir ishga o'zini to'liq atashdan burun hamma ishning mukammal bo'lishini istaydi. Ammo sodiqlik natijaning oldida keladi. Dunyoga danglik basketbolchi Michael Jordan mundaq deydi: "Yaxshi odamlar bilan ulug' odamlarni ayirib turadigan narsa ularning yuragidan iborat." Agar siz boshqalarning hayotida belgilik o'zgarish paydo qila oladigan bir lider bo'lishni istasangiz, o'zingizni to'liq atamaganlikni bilish uchun o'zingizning yuragini tekshirib baqing. Ikkinchi, sodiqlik amaliy harakat orqali sinaladi. Sodiqlik to'g'risi so'zlash bir ish. O to'g'risida amaliy ish qilish yana bir ish. Sodiqlikning haqiqiy o'lchimi amaliyatdan iborat. Yazgıcı Gordon mundaq deydi: "So'zdan oson ish yo'q. Qilgan so'zni kunlik ish harakati orqali amalga oshirishdan tez ish yo'q." Üçüncü, sodiqlik muvaffaqiyatning eshigini ochadi. Bir lider bo'lish sifatingiz bilan siz nurg'un to'sqinlik va qarshiliklarga duch keldingiz va kelasiz. Ba'zida sizni Allohga qarab ilgiltilgan birdan bir narsa sizning sodiqligingizla bo'lib qoladi. Yazg'uvchi va nutqchi David McNally'ning deyishicha, sodiqlik qarshilikning dushmani, sodiqlik qarshilikning dushmani. Chunki o sizning qancha qatim yiqitilib o'tilganligingizdan qat'iy nazar sizning o'rningizdan qaytadan turib, to'xtamay algı ilgirlishingizning haqiqiy va'disi. Sodiqlik masalasida kishilarni mundaq 4 turga ayirishga bo'ldi. Birinchi, nishoni yo'q bo'lib, o'zini bir ishga atamagan kishilar. Ikkinchi, o'z g'oyasining amalga oshadigan, oshmaydiganligini bilmay, shuning bilan o'z g'oyasiga o'zini beg'ishlashdan qo'rqadigan kishilar. Uchinchisi, bir g'oyasi uchun o'zini beg'ishlab, ish boshlab, ish qiyinlashganda g'oyasidan voz kechadigan kishilar. To'rtinchi, o'zi uchun g'oya tiklab, u g'oyalarga o'zini to'liq atab, tegishlik bedel to'lash orqali ularni amalga oshiradigan kishilar. Siz qaysi xil kishilarga tava, siz o'z g'oyangizni amalga oshirib bo'ldingizmi? Siz men chuqum qila olayman degan ishlarning hammasini qila olatamsiz. Kishilar sizga ishonib, sizga osonla ergishamdi. Agar sizning bu savolning birasiga beradigan javobingiz yo'q bo'ladi ekan, masala sizning o'zingizni qilayotgan ishingizga qaysi darajada odg'anligida bo'lishi mumkin. To'rtinchi, aloqalashish iqtidori. Qadrli qarindoshlar, bir liderda bo'lishga tegishlik 21 sifatning 3-chi sodiqlikni o'rganib o'tdik. Hamdaki 4-chi sifat aloqalashish iqtidori. Onunsiz siz safarni yalğız qilasiz. Communication. Tadbiriyay sindersleri 18-de davam qilyapmiz. Bu sifatning inglizchasi communication bo'lib, onun inglizcha lug'atdagi mushu tim bilan munosabatli ma'nosi nutuq, yozma va qo'l ishorati orqali boshqalar bilan o'zaro ideya, fikr va uchur almashtirish ekan. Onun yolgun lug'atidagi ma'nosi mundaq berilgan: aloqa, yetkazish, tarqitish, aloqalashish, xabarlashish, qatnash.
Aloqa qilish iqtidori g'arb ellərində nəhayət köp ta'kidlangan bir iqtidor bo'lib, boshlang'ich va o'rta maktablarmi yosh o'smirlarda bu iqtidorni yetildirishga alohida ahamiyat beradi. Amerikadagi internetga qo'yilgan kasbiy xodimlar to'g'risidagi xizmat e'lonlariga qarasangiz, ularning mutlaq ko'pchiligida nəhayət kuchli ig'zoki va yozma aloqa qilish iqtidori. Strong oral and writing communication skill degan iboraning barliqini bayqaysiz. Kaliforniya shtat universitetidan 29 ba bo'lib, Kaliforniya shtat universitetidan 29 ba bo'lib, bu maktablarga kirgan bakalavr va magistrlik o'quvchilarining hammasi tabiiy fan, ijtimoiy fan, amerikalik, chet ellik, ya'ni bir inglizcha maqola yozish imtihonisidan o'tmasa, boshqa darslardagi natijasining qandoq bo'lishidan qat'iy nazar unvon ololmaydi. Uyg'ur diyorining bu jihatdagi hozirgi ahvolidan mening xabarim yo'q, lekin men o'zim chet elga o'qishga chiqishdan burungi Uyg'ur diyorida yashagan hayotim jarayonida bundoq bir iqtidor haqida maxsus bir narsa ko'rgan yoki anglaganim esimda yo'q. Shunlashqa bu iqtidor haqida yuqorqi tushunchani berib qo'ydim. Amerikadagi mamlakatlik yerim o'tkazgich shirkatining prezidenti bilan lideri Gilbert Amelio mundaq deydi. Yaxshi aloqa qilish iqtidorini yetildirish unumli liderlikni amalga oshirishda kam bo'lsa bo'lmaydi. Lider boshqalar bilan bilim va ideya jihati o'rtoqlasha oladigan bo'lishi, shu orqali boshqalarda jiddiylik va qizg'inlik tuyg'usini paydo qila oladigan bo'lishi kerak. Agar bir lider boshqalarga bir uchurni aniq yetkazib, ularni amaliy ish harakat boshlashga qo'zg'ay olmaydi ekan, uning bir uchurining bo'lg'inining hech qanday ahamiyati yo'q. Tərbiyəlikçilər bir addi nərsini mürəkkəbləşdirib etdi. Xəbərləşgüçülər bolsa bir mürəkkəb nərsini addiləşdirib berdi. John Maxwell'nin gibiken qadirli qarindaşlar. Aloqa qilish iqtidori yalğız çoğ liderlər üçünla zürür bo'lib qolmay, odatdagi odamlar uchunmi intayin muhim. Sizning er-xotinlik turmushingiz, xizmatingiz va kishilik munosabatingizdan muvaffaqiyatli bo'lish bo'lmasligi sizning aloqa qilish iqtidoringiz bilan zich munosabatlik. Agar kishilar sizning nimani istaydiganligingiz va qaysi yo'nalishga qarab ketayotganligingizni bilmaydi ekan, ular sizga ergashmaydi. Bir unumli aloqalashuvchi bo'lish uchun tuvandagi 4 haqiqatga amal qiling. Birinchi, uchuringizni oddiylashtiring. Aloqa qilish sizning nima deydiganligingizni o'z ichiga olib qolmasdan, sizning uni qandoq deydiganligingizni o'z ichiga oladi. Unumli aloqa qilishning ochqichi oddiylikdir. Boshqalarni cho'ng gaplar va murakkab jumlalar bilan ta'sirlantirishga urinmang. Agar siz kishilar bilan haqiqiy munosabat o'rnatmoqchi bo'lgansiz, uchuringizni oddiy qiling. Bir qatim bir yosh bola bir cho'ng guruhga oldida tunji qatim so'zga chiqmoqchi bo'lib, boshliqidan qanday tayyorlik qilish to'g'risida maslahat so'rabdi ekan, boshliq uningga mundaq debdi. Tanışıqçılarning hammasini o'zingga jalb qiladigan, hayajonlik bilan to'lgan so'z beshidan birini yoz. Andin kishilarni shu zamonla harakatga keltirib o'tadigan xulosa va oxirgi so'z qismidan birini yoz. Andin keyin bu ikki qismni imkon qadar bir-biriga yaqin qo'y. Bu ikki qismning o'rtasidagi qismi qancha qisqa bo'lsa shuncha yaxshi demakchi. Ikkinchi, odamni ko'ring. Unumli aloqalashuvchi zehnini o'zi aloqalashayotgan kishilarga markazlashtirdi. Tanishuvchilarning qandoq odamlar ekanligi haqida bir aniq uchurga ega bo'lmay turib, ular bilan unumli aloqa qilishning mumkin emasligini bildi. Siz boshqalar bilan aloqalashganda ularning bir shaxsiy yoki bir guruh bo'lishidan qat'iy nazar o'zingizdan tuvandagidek savollarni so'rang. Mening tanishuvchilarim kimlar? Ularning qanday savollari bor?
bu nutq orqali qo'lga keltirmoqchi bo'lgan natijalar qaysilar? Mana berilgan vaqt qanchalik? Yaxshi aloqalashuvchi bo'lish uchun tinchg'uvchilarni eng muhim o'ringa qo'yadigan bo'ling. Ulug' aloqalashuvchilar xalqqa ishonganligi uchunla xalqmo ularga ishonadi. Üçüncü, haqiqatni namoyon qiling. Ishonchlik bo'lish, innovati, credibility, önümlük aloqalashishning oldingi shart. O'zingizning ishonchli kishi ekanligingizni boshqalarga bildirishning mundaq ikki yo'li bor. Uning biri o'zingizning so'ziga oldi bilan o'zingiz ishonish. Odatdagi odamlar o'z-o'ziga nisbatan to'lib toshgan ishonchga ega bo'lgandilar, ondan odatdan tashqari darajadagi aloqalashuvchilardan bo'la oladi. Yana biri qilgan va'dangizda turish, boshqalarni amaliy ish harakatingiz orqali qoyil qilishdan yuqori turadigan ishonchlik mavjud emas. Boshqalarni amaliy ish harakatiniz orqali qoyil qilishdan yuqori turadigan bir ishonch mavjud emas. Dördüncü, inkas istang. Siz başqalar bilan aloqa qilishganda barliq aloqalashishlarning oxirgi maqsadi amaliy ish harakat ekanligini hargizmi unutib qolmang. Sizning bir qism uchurlarni boshqalarga to'kib berishingiz hargizmi aloqalashish bo'lmaydi. Har qatim boshqalarga so'zlaganda ular his qiladigan, ular esda tutadigan va ular ish harakat qo'llanadigan bir narsa qoldiring. Siz ashunda qilishda muvaffaqiyatli bo'la olasiz. Sizning liderlik iqtidoringiz bir yangi pallaga ko'tariladi. Qadrli qarindoshlar. Amerikadagi MVM shirkatining prezidenti Danto Mancuez mundaq degan: bir lider ishlarni boshqalar orqali vujudga chiqaradi. Shunga o boshqalarni rag'batlantira oladigan, maqsadlantira oladigan, motivativ, yetakliya oladigan, boshlaya oladigan va boshqalarning gapini anglaya oladigan, boshqalarning so'ziga quloq soladigan qobiliyatga ega bo'lishi kerak. Bir lider faqat aloqalashish iqtidori orqali o'zining maqsadi bilan yiroqni ko'rarlik ideyasini boshqalarning ichki narsasiga aylantirib, uni shu orqali amalga oshira oladi. Qadrli qarindoshlar, bir liderda bo'lishga tegishlik 4-sifat nimati aloqalashish iqtidori. Ya'ni siz safarni yolg'iz qilasiz debdi qadrli qarindoshlar. Yani aloqalash iqtidori orqali o'zining maqsadi bilan yiroqni ko'rarlik ideyasini boshqalarning ichki narsasiga aylantirib, uni shu orqali amalga oshira oladi, deydi. Canım dostlarım. 5. O'rniga tushliq desmoya. Siz uni yetildirsangiz, boshqalar o'zligidan keladi. Competence debdi canım dostlar. Yani 18 minut bo'pti. Devam qilayli tadbiriyaysin dersleri 18. dersimizde bir liderde cho'qim tegishlik. Yani cho'qimni qaytib qo'yay. Hozir chiqartmayli. Bir liderde bo'lishga tegishlik 21 sifatning 5-si. O'rniga tushliq desmoya. Bir odamning san'atkor, dunyoviy saviylik tanarakatchi yoki muvaffaqiyat qozongan korxona lideri qatorliqlarning qaysisi bo'lishidan qat'iy nazar, agar u o'zining xizmat o'rniga tushliq yetarlik desmoya namoyon qila oladi ekan, biz hammamizning uningga masligimiz keladi. Ammo bu yerda mundaq bir haqiqat bor. O'ringa tushliq desmoyaga ega yoki zimmasidagi ishning hududini chiqa oladigan bo'lish jihatda yuqori pallaga yetish uchun sizning bir mashhur kishi bo'lishingiz shart emas. Agar siz mushu sifatga ega bo'lishni istasangiz, tuvandagi ishlarni qilishingiz kerak. Birinchi, har kuni o'xshash bo'lish.
Məsuliyyətçən kişilər kütken yerdən çıxıdı. Amma ornuğa tushliq dasmoyiga ega kishilar ishni uningdimi bir daraja yaxshiroq qiladi. Ular har kuni ish o'rniga badan jihatdan ko'rinib qo'yibla qolmasdan har kuni ishga ro'yi jihatdan to'liq tayyorlik bilan keladi. Ularning o kundagi mijozining qandaqroq bo'lishi, o kuni qandaq ahvollarga yo'liqishi yoki o kuni ishlarning qandaq qiyin bo'lishidan qat'iy nazar her günü ular öz zimmisiga ishlarni o'xshash darajadagi energiya bilan qiladi. 5-ci sifatning ikkinchi nimasi tavsiyasi to'xtamay ilgirlash. Men yaqinda o'zimning chet eldagi Uyg'urlarga bergan yaxshi mag'lub bo'lish uchun qanday qilish kerak degan dokladimda erkinchilik deb atadi. Menga o'quvchi bo'lishning intayin muhimligini tushuntirgan edim. Raqobat iqtidori intayin yuqori bo'lgan kishilarning hammasi davomli izlanib, davomli yangi yo'l va yangi choralarni tepib, to'xtamay o'g'indi, to'xtamay ilgirlaydi va o'z iqtidorlarini to'xtamay yaxshilaydi. Ular buni o'z o'zidan davomli nima uchun deb so'rash orqali amalga oshiradi. Demisimi, ishni qanday qilishni biladiganlar xizmatsiz qolmaydi. Amma ishlarning nima uchun ashundaq bo'ladiganligini biladiganlar bo'lsa, hamisha boshliq bo'ladi. 3-chi, ishni ado qilish eng yuqori darajada yaxshi qilish. Yuqori raqobat kuchiga ega kishilarning hammasi ishni eng oxirigacha eng yuqori darajada yaxshi qiladi. Villa Foster bundaq deydi: kishilik sifat hargizmi tasodifiy paydo bo'lib qolgan narsa emas. O hamisha yuqori darajalik maqsad, qattiq tirishchanlik, aqilona yo'nalish va mahoratlik ijro qilishning natijasidir. O nurg'un tanlashlarning ichidagi eng aqilona tanlashga vakillik qiladi. Hamma ishni eng yuqori darajada yaxshi qilish bir tanlash bo'lib, o o'z orzusi orqali vujudga kelgan bir ish harakatdan iborat. Agar biz bir lider bo'lsak, qo'l ostimizdagi kishilardan navbati kelganda ishni ado qilishni davomlashtirishni umid qilamiz. Shuning bilan birga biz ularning lider bo'lganligimiz uchun ular bizdan o'xshash ishni va uningdan ko'proq ishni umid qiladi. 4-chi, boshqalar umid qilgandimi ko'proq natija yaratish. Yuqori darajadagi dasmoyiga ega kishilar hargizmi boshqalarning kutgunini qilibla to'xtab qolmaydi. Ular uchun ishlarni yetarli darajada yaxshi qilish hargizmi yetarli emas. Liderlarda ishlarni kuchimizning yetishchilik qilib mangayli deydigan pozitsiya bo'lsa, hargizmi bo'lmaydi. Ular har kuni zimmisidagi mas'uliyatni talabdan yaxshiroq qilish uchun butun kuchi bilan tirishishi lozim. 5-chi, boshqalarni rag'batlantirish. Yuqori darajadagi dasmoyiga ega liderlar ishlarni o'zlarilar yuqori saviyada qilish bilanla cheklanib qolmaydi. Ular o'zlarining qo'l ostidagi kishilarning ashunda qilishiga haydakchi qiladi va rag'batlantiradi. Ba'zi kishilar o'zining kishilik munosabatga usta bo'lishdagi mahoratiga tayinib, aran kun o'tkazib mansimo ish unumi Ba'zi kishilar o'zining kishilik munosabatga usta bo'lishdek mahoratiga tayinib aran kun o'tkazib mansimo ish unumi yuqori liderlar ashundaq mahoratni o'zining boshqa yuqori darajadagi dasmoyisi bilan birlashtirib, yuqori pallaga yetish darajasi va ta'sir doirasi jihatda ular o'zlarining tashkilotlarini bir yangi saviyaga ko'tardi. 6-chi sifat jasorat. Jasoratlik bir kishi ko'p kishilar bilan barobar. Courage. Qadrli qarindoshlar, Angliyaning boshbaqini Winston Churchill mundaq degan: jasoratning inson sifatlarining birinchisi qatorida hurmatlanishi nihoyatda to'g'ridir.
Çünkü muşu süpet başka barlık insan süpetlerinin kapaletliği kılıdı. Cesaretini uruş kahramanları da asılı tapqılı buludu. Ama o karxana, hükümet ve her xil teşkilatlardaki her bir uluq liderlardan bağ buludu. Her qitim siz bir teşkilatda alaydı ilgirleşinin bolğunu köygende aşı teşkilatının lideri cüretlik kararlarını ağallıqını bayqaysız. Bir liderlik ornu bir kişiye cesaret ada kılalmaydı. Ama cesaret onun bir liderlik ornunu elip kilaleydi. İş önümü yuqori liderlerinin bir ortak alaylık şu ki ularning hemmesi tevekkülçülük qilishni xalaydı. Siz tanlash nayt qiyin bo'lgan qarorlarni elish ishiga duch kelganda cesaret to'g'risidagi tuvanlik haqiqatlardan foydalaning. Birinchi cesaret o'zingizning ishki dunyosi qaratilgan bir jang bilan boshlandi. Siz bir lider bo'lish supatingiz bilan yo'liqqan har bir sinoq siz o'zingiz bilan boshlandi. Cüretning sınıqı mu hem şundaq. Özünüzde vahiminin bo'lmaslik uchun hisoblanmaydi. Cüret hisoblanmaydi. Özünüzde vahiminin bo'lmaslığı cüret hisoblanmaydi. Cüret dinimiz siz en qo'rqqan ishni qilishdir. O sizde özünüzge tonuşluq bo'lgan narsalarni bir yoqqa qayirib qo'yib, yangi territoriyalarga qadam tashlashga ketadigan kuch-qudratning bo'lishidir. Qadrli qarindoshlarim. İkinci cesaret deganimiz ishlarni to'g'ri tarafga burash bo'lib, ularni siliqlab o'tib ketish emas. Kishilik huquq lideri Martin Luther King'ning mundaq degan edi. Bir erge baha berishlik eng oxirgi o'lcham uning rohatlik va qulaylik paytlarida tanlagan maydonining qandaq bo'lganligi emas, o'ziga jang e'lon qilingan va talash tartishlarning ishida qolgan vaqtlarda tanlagan meydanının qandaq meydan ekanligidir. Ulug' liderlar kishilik munosabatida ait yuqori mahoratga ega bo'lib, ular kishilarni bir-biriga murassa qilib birga ishlaydigan qila oladi. Ammo ular zarur bo'lganda o'zlariga xos ayrim meydan tanlaydi. Jur'at prinsipining asosiga qurilgan bo'lib, o başkalarının qandaq düşünüp qaldığanlığını asas qılmaydı. Eğer de siz qandaq ahval aslida özünüzge bir meydan tanlayışınız kerakligini qarar qılalaydigan qabiliyet ve şunda qilishga nispeten ishonch bo'lmaydigan, siz mangu bir unumlik lider bo'lolmaysiz. Sizning fursatlardan to'liq foydalanish irodangiz boshqalarni rozi qilish istikingizdan yuqori turishi kerak. Sizden fursatlardan to'liq foydalanish irodangiz boshqalarni rozi qilish istikingizdan yuqori turish kerak. Üçüncü, bir liderdagi cesaret ergash kuchlarida majburiyat tuyg'usi paydo qiladi. Bir liderdagi cesaret ergash kuchlarida majburiyat tuyg'usi paydo qildi debdi. Her qandaq bir adam özüdeki cesareti namoyon qilganda boshqalarni rag'batlantirdi. Encourage. Bir lider namoyon qilgan cesaret bo'lsa boshqalarni nihoyat kuchli darajada ilhomlantirdi. Inspire. O boshqalarni shu liderga ergishdan qildi. Jim Milado'ning deyishicha, liderlik cesaretning namoyandasi bo'lib, o boshqalarni to'g'ri ishlarni qilishga majburlaydi. Dördüncü, sizin hayatınız, sizin cesaretinizge doğru tanasip halda kengiyip mağadı. Korkuş bir liderini çekilip koydu. Rimlik tarixşunas Tacitus. Bexatarlikka bo'lgan istak her bir ulug'vor ve yüksek ishlarning düşmanıdır. Cesaret ishikni echib berdi. Mana bu onun zor paydasıdır. Cesaret siz qilmoqchi bo'lgan ishni bir yaxshi boshlanish bilan ta'minlab qolmasdan onu bir yaxshi istiqbolga ega qiladi. Bir cesaretlik ish harakat hamisha burun kutmagan ijobiy natijalarni elib keladi. Qadrli qarindoshlar, oltinchisi cesaretni o'rgandik.
Emdi saatimiz yarım saat boptu. Canım dostlar, 7-sini ügünüp, şunun bilen bugünkü ügünüşümüzü toxtumuz. Yani bir liderdi buluşqa, çoxum buluşqa tegişlik 21 sübetninki 7-si pərqləndiriş iqtidarı, yani sezgürlük, huşşarlıq. Həl qılınmağan sırlağa xatimi bir iş. Aqıllıq liderlər anılğan gəplərini faqat yerim ağılı işinidir. Pərqləndiriş iqtidarı ega yoki sezgür liderlər bolsa, qaysı yerimağa işiniş kerakligini biladi. John Maxwell. Tüşkünün birinci qaidisi. Siz bir tüşkü kirib qalğanda onu davamlı qo'llashni to'xtating. Molly Evans. Pərqləndiriş iqtidarı bir məsələnin yiltizi yoki tüp səbəbini tepiş iqtidarını közdürdü. Kişiler muşundaq bir iqtidar arqılıq məsələnin yiltizini tepişdə həm bivasitə toyğa tayınıdı, həm rasyonal, anlıq muvafiq təfəkkürə tayıdı. Yaxşı liderinin işi də bu iqtidarın daim namayan qılıb ketməyindiğanlar bab olsunmu, bir ünümlük lideri bu pərqləndiriş iqtidarı çoxum buluşu şərt. Pərqləndiriş iqtidarı iş ünümünü ən yuqarı dərəcəyə apırışını ispat istəydiğən hər bir liderde çoxum buluş iqtidarlarınınki biri. Bu iqtidar tüvəndik işlarda zor yardımda boludu, dəbdə qədərli qeyrindaşlar. Biz tədbiriyay isim dərslerde Erkin Sıdık akımızdaki ikinci kitabı, Erkin Sıdık yazmaları, kişilik tərəqqət haqqında yazmalar ikinci kısımda gayini reallığa aylandırışının sırları doğruluq. Bu yerdeki bir liderde çoxum buluşuq tegişlik 21 sübətinin ki, sübətini oqub 7-sigi keldik canım dostlarım. Yani 7-ci sübət nimeti pərqləndiriş iqtidarı. Birinci, məsələnin yiltizi yoki tüp səbəbini tepiş. Çoğ irade yoki çoğ təşkilatların lideri hər günü çoğ qalaymaqançılıq və hər xil murakkab işlərə duş kelib turdu. Ularning hər bir işinin həmmə tərəflərini to'liq tushundirib beradigan uçurlarning hammasini to'plab tura olishi mumkin emas. Shunlashqa ular pərqləndirish iqtidoridan foydalanishga majbur bo'ldi. Mecbur buludu. Pərqləndiriş iqtidarı bir liderinin bir işinin faqat bir qismini görüp bir vasıta tuyğuğa tayiniş arqılıq kem qalğan yerlerini toldurub, şu arqılıq məsələnin yiltizini tepib çıxış imkaniyetiga ega qıldı. İkinci, məsələni həll qilish ünümünü yuqarı götürüş. Eğer siz bir məsələnin yiltizini görə alaydigansiz, onu çoxum onu həll qıla alaysız. Bir mesele bir liderinin to'g'matalan doirasiga qancha yaqin bo'lsa, o liderning bu masalaga bo'lgan bevosita tuyg'usimi shuncha kuchli bo'lib, onun yiltizini tushunish qobiliyatimi shuncha kuchli bo'ladi. Agar siz o'zingizning pərqləndirish iqtidori jihatdagi yoshirin iqtidoringizni to'liq joriy qildirmoqchi bo'ldi ekansiz, siz o'zingizning ortiqchiliklarini to'liq joriy qildirish jihatda ko'proq tirishchilik ko'rsating. Ben özümden keyin yazılgan adamlarning öz artıqçılığını bayqaş usulü to'g'risida bir maqolamda bu uqum ustida yana maxsus to'xtalaman. Üçüncü, ta'sirini eng yuqori darajaga apirishga sizga bar bo'lgan tanlashlarni baholab chiqish. Pərqləndirish iqtidorini joriy qildirish deganimiz yolg'iz bevosita tuyg'uga tayinibla ish elib berish yoki yolg'iz aqlga tayinibla ish elib berish deganga qaratilgan emas. Pərqləndirish iqtidori sizning bevosita tuyg'ungiz bilan sizning kallingizning har ikkisini ishga solib, o'z xalqingiz va o'z tashkilotingiz uchun eng yaxshi tanlashlarni tepib chiqish imkoniyatiga ega qiladi, qadrli qarindoshlar. To'rtinchi, sizning fursatlaringizni həssilab köpəytiş. Pərqləndiriş iqtidariga ega emas kişilər asasən to'g'ri paytda, to'g'ri makanda bulanmaydı. O uluq liderlər bəzilər üçün tələyli kişilərə görülgən bilən, ular özlərinin pərqləndiriş iqtidarını joriy qildirish, özlərinin təcrübələrinin to'liq foydalanish,
ve özlerinin bivasita tuyguları boyunca iş görüş arkalık özlerinin talini özleri yaratkan. Kadirli qarindaşlar, tədbiriyyay isin dərslərdə 18-ci Erkin Sıdıq akimizdinki gayini reallik aylandırışının sırlı kanuniyeti, yani Erkin Sıdıq yazmaları 2. kısım kitabıdır. Bir liderde çokum buluşqı tegişlik 21 sübətninki 7-cisini oqvatımız, 3-cüsüdün 7-cisi kiç boğanlı planlıgan. Kadirli qarindaşlar, 7-cisini bitti. Pərqləndiriş iqtidarı. Pərqləndiriş iqtidarı emas kişiler asasen doğru peytdə, doğru makanda bulalmaydı dedik. Men hazırgıca arılışıp bakkan ve muğduşup bakkan Uygur qarindaşlarının bir kısmıga murakkep ahvaldımı, iş önümünü yukarı götürüş ve hakiki neticelerini kolgu keltirişte munda iki xil prinsipqa amal qilishning nayeti mühimliğini ta'kidlab keldim. Birinci, merkezleştiriş, fokus. İkinci, işlerini mühim derecesiga ayırış, prioritize. Bu iki prinsip meyde lider bolsun, hem adamga mas keladigan bulup, eğer siz qilmasanız bo'lmaydigan işlerini mühimlik derecesiga ayırıp, bütün küçüğünüzni ularning içindeki en mühimiga yığış arqılıq ularni bir-birlab qilib tugutib mağa siz acayip yuqori önümge erişe alaysiz. Mesela siz qilmasanız bo'lmaydigan ishlardan 10 bar deyli, siz ularning içindeki en mühimini birinci orunga, en mühim emisini 10. orunga, qağallarını bolsa o'tturdaki orunga tizip çıkın. Andın hazırdan başlap siz ulanın işideki birinci işini en aldıda bütün küçüğünüz bilen şunu merkezleştirip turup bakın. Onu kılıp boğandın keyin ikinci işini kılın. Kalgallarını mı moşu tariqide kılın. İmkan kadar bir qancha işqa tengli tutuş qılban. Bu işlemeli bir teşkilat yoki şirketning işi bolsun, yoki sizning ailenizning işi bolsun, yoki sizning xizmatinizdagi iş bolsun, qaysi bolsa bo'laveradi. Bolsa siz bugundan boshlab bu iki prinsipni sinab bakın. Maqalaning mazkur qismida so'zlangan farqlanish iqtidori sizning ishlarni ajundaq muhimlik derecesiga ayırıp chiqish iqtidoringiz bilan zich münasibetlik debdi. 21 sübetninki 7-cisi de qadirli qarindaşlar farqlantirish iqtidori degan 21 sübetning içindeki 7-ci sübetni sizlar bilan ortaqlaşdım. Canım dostlarım, biraz vaqtni bek qistap ketdi onun üstüge. Şoňlaşqa qagynny emde 7-cini okup tugatdik, 8-ni tatyp okuyalığıdak yekegen geçe inşallah 19. dersimizde birlikte görüşemiz. Şu çakıcı aman bulunla. Eğer tordun okuyman desenler Erkin Sıdıq akimizden marifet.com'a kirip şehrin özünün şahsi blogudun düşürüp alsanlar buludu PDF nuskusunu. Eğer kitapını setip edip okuyttum desenler Erkin Sıdıq akimizdeki bu tedbiriyyay neşriyatı tarafımızdan, tedbir neşriyatı tarafımızdan çıkaran maşında kitapının 7'si var. Ondan başka rakamlık basmaktan tor kitapları var. 14 tane kitap buludu. Canım dostlarım, Erkin Sıdıq akimizge ait kitaplar lazım olsa korkmay eytasılar. Allah'ın özgü amanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.